Assalomu alaykum dehqon bola kanali kuzatuvchilari. Bugungi kunga 2026-yil 15-iyul sanasiga olinayotgan video kivi ko'chatlarimiz bo'ladi. Bu ko'chatlarda sotog'amiz 2014-yilda ko'chatlarni ekib ko'paytirgan ekan. Mana hozir hosildorligidan e'tibor berasizlar. Hali pishgan yo'q, pishishiga hali bor ancha. Buni ko'chatlardan ham ko'paytirgan ekan. Hozirda bu ko'chatimiz yoshi 9-10 yoshda 300 kilogacha meva olgan. Mana bu yerda 1 yoshli, 2 yoshli ko'chatlari sotuvda mavjud. Noyabr oyidan aloqaga chiqishni boshlasalar ham bo'laveradi. İçlerini ham ko'rsataymi? Ha, içlerini ham. Yuring, o'zingiz yuring oldin. O'zingiz yuring. Buni qaranglar. Mo'jizam. Uzunmi bu, shoptolimi deb boradigan darajada olgan kivimiz. Hosilini o'zlaring ko'rib e'tibor bersalar ham bo'ladi. Bitta shoxida mana kichkina joyida o'zi 20 tadan oshiq hosil olgan. Bu mana tagini ko'rsatib qo'ying. Eng katta joyi 9-10 yoshlik eng katta tagi bo'ladi. Orqa taraflaringizda eng serhosil joylari mana juda ko'p olgan kivini. Xudo xolasa buni ko'chatlardan biz sotuvga chiqaramiz. Noyabr oyidan bemalol aloqaga chiqib, dehqon bola kanalidan sotib olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, podpiska bosib do'stlarga jo'natishni unutmanglar.